ota-onasi tiriklar. Sizlar ko'p narsadan g'ofilsizlar. Mendan xafa bo'lsanglar ham mayli aytay. Ota-onangiz tirikmi? G'aflatda bo'lmang. Duolarini oling, xizmatlarini qiling. Ota-onasi tiriklar. Aniq jannat eshigini sotib olish imkoniyatingiz bor, ota-onangiz tirik bo'lsa. Hatto bir odam o'ta og'ir jinoyatni qilib, "Men tavbamni qabul bo'larmikin?" deb Ibn Abbosdan so'raganda, Ibn Abbos radhiyallohu anhuma "Onang bormi?" deganlar. "Yo'q" degan. "Astada tavba qil" deganlar. Keyin shogirdlar so'ragan. "Nimaga onasini so'radingiz?" "Men onaga yaxshilik qilishdan ko'ra katta savobli ishni bilmayman" degan. Ota-onasi tiriklar, g'animat biling. Ota-onangiz g'animat. Ko'zlaridan mabodo yosh chiqsa, quvonch yoshlari chiqsin. Sizni ko'rib quvonsin. Shayx Sharoviy degan bir olim o'tgan. Shu kishidan so'rashgan. Alloh subhanahu va taoloning nazdida eng afzal amal nima deb o'ylaysiz? Birinchi o'ringa qaysi amalni qo'yasiz? Deganda kishi so'ragan ekan. "Sen nima deb o'ylaysan?" degan. Deganda namoz so'ragan kishi namoz degan. "Yo'q" degan. "Zakot?" "Yo'q." "Nima unda?" deganda jabrul xavotir degan ekan. Jabrul xavotir nima degani? Qalblarni xursand qilish. Ya'ni siniq qalblarni tuzatish. Qalbi siniq odamlar bo'ladi-yu, ularni holdan xabar olish. Dalilingiz bormi deganda bor. Bu Maun surasi bor-a? A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Ara'aytallazi yukazzibu bid-din. Dinni yolg'onga chiqarganini ko'rmayapsizmi? U kim u? Fazalikallazi yad'ul yatim. Yetimga yaxshilik qilishlikka chaqirmaydigan odam ekan. Dindan uzoq odam yetimga yaxshilik qilishga chaqirmaydi. Yetim kim edi? Qalbi siniq shaxs edi. Qalbi siniq, yetimni qalbi siniq bo'ladi. O'shaning uchun uni unga yaxshilik qilishlikka targ'ib qilib turish kerak. Birinchi o'rinda kelyapti. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Miskinlarga taom, yegulik tarqatishlikka ham qiziqtirmaydi odamlarni. Miskin kim? Qalbi siniq. Qalbi siniq odamlarga taom bersangiz, och odamlarga taom, qarzdorlarning qarzini ado qilsangiz, bular birinchi sanalyapti-da. Ana undan keyin fawailul lil musallin kelyapti. Undan keyin namoz kelyapti. Shuni dalil qilgan ekan Sharoviy. Ajoyib istishhod. Sizga ilinay dedim-da. Siz do'stlar, namoz albatta musulmonning zimmasida farz. Lekin siz ko'ngil ko'tarish bilan ovora bo'ling. Ko'ngil ko'taring. Iloji boricha qalbi siniq odamlarni qidirib yuring. Qalbi siniq odamlarga malham bo'ling. Doktorlar, boylar, kasb hunardagilar. Qayerda qalbi siniq odam bo'lsa, shuni ko'nglini ko'taring. Ana shu eng afzal amal hisoblanadi.